Ko'zlaringizni yuming va o'zingizga halol bir savol bering. Ishni la'natlab, endi hech qachon budilnik qo'ymaslik uchun hisobingizda qancha pul bo'lishi kerak? Miyangiz nimalarni chizayotganini bilaman. Oppoq yaxta, Ispaniyadagi villa, garajda sportkarlar va Gay Ritchie filmlaridagidek dollarga to'la chamadon. Boshingizda bu raqam telefon raqamiga o'xshaydi. 100 million, milliard. Aynan shu paytda siz yutqazasiz. Miyangiz sizga oyoq qo'yadi. U shunday deydi: "Qara, bu imkonsiz. Juda uzoq. Keling, yaxshisi pivo olib, kreditga yangi televizor olaylik." Bu hech bo'lmaganda real. Siz hatto erkinlik sari yo'lni ham boshlamaysiz, chunki marrani ufqdek ko'rasiz. Qancha yursangiz ham u uzoqlashaveradi. Lekin bugun men shu yerdaman sizning illyuziyalaringizni sindirish uchun. Qanday qilib boy bo'lish haqida emas, balki erkinligingiz aslida qancha turish haqida. Spoiler, u hozir siz ipotekaga olayotgan beton qutidan ancha arzon. Biz moliyaviy mustaqillik, bu hashamat degan go'yo sotilgan matritsada yashayapmiz. Bu yolg'on. Moliyaviy mustaqillik, bu yalang'och matematika. Mening ismim Invest Mushuk va men hayotimni sizning moliyaviy qafasingiz panjaralarini kemirishga bagishlaganman. Agar gildirakda yugurishdan charchagan bo'lsangiz va ozodlikning aniq narxini tiyinigacha bilmoqchi bo'lsangiz, obuna bo'ling va like bosing. Hozir biz hayotingiz aslida qancha turishini hisoblaymiz. Kalkulyatorlarni oling. Og'riqli bo'ladi, lekin foydali. Keling, asosiy adashuvni tahlil qilamiz. Siz boylik, istagan narsani sotib olish imkoniyati deb o'ylaysizmi? Xato. Haqiqiy boylik istamagan ishni qilmaslik imkoniyati. Bu buyumlarni emas, vaqtni sotib olishdir. Va vaqtingizning aniq narxi bor. Iqtisodda FIRE degan tushuncha bor. Financial Independence Retirement. Lekin bu Amerika qisqartmalarini unuting. Keling, oddiy gapiraylik. 300 qoidasi bor. Hech qachon ishlamaslik uchun sizga oylik xarajatlaringizning 300 baravariga teng kapital kerak. Nega 300? Chunki bu 25 yil. Agar siz bu pulni kamtar dividendlar yoki konservativ instrumentlarga investitsiya qilsangiz, kapital abadiy bo'ladi. Siz foizlar hisobidan yashaysiz, kapital tanasi esa inflyatsiya bilan birga oshadi. Qiyin tuyulyaptimi? Keling, stul darajasigacha soddalashtiramiz. Faraz qilaylik, siz oddiy shaharda yashaysiz. Oyiga 50 ming rubl sizga yetarli. Ovqat, kommunal to'lovlar, internet, kamtar hordiq. 50 mingni 300 ga ko'paytiramiz. 15 million rubl. To'xta, hushdan ketma. 15 million. Bu hozirgi real hayotda nima degani? Bu Moskvadagi yotoq tumanidagi 2 xonali kvartira narxi yoki maksimal komplektatsiyadagi yaxshi Xitoy krossoveri va parkining bahosi. Oylab ko'ring, odamlar 30 yillik ipoteka oladi, bankka 2 baravar to'laydi, beton devorlar uchun. Ular qutida yashash huquqi uchun 15 va 20 million berishga tayyor, lekin umuman ishlamaslik huquqi uchun xuddi shu summani yigishdan qo'rqadi. Qimmat kvartira yoki mashina tanlab, siz oz pensiya fondingizni yo'qayapsiz. Siz 30 yillik erkinlikni charm salon va manzaraga almashtiryapsiz. Bu shunchaki ahmoqlik emas, bu iqtisodiy o'zini-o'zi yo'q qilish. Endi tenglamaning ikkinchi tomoniga qaraylik. Tasavvur qiling, siz muvaffaqiyatli menejersiz va oyiga 200 ming topasiz. Lekin muvaffaqiyatli bo'lsangiz, mos bo'lishingiz kerak. Kreditdagi Malibu brend kiyimlar, juma kungi markazdagi bazmlar 200 ming nolgacha ketadi. Bilasizmi, erkinlik uchun sizga qancha pul kerak? 200 ming ko'paytiramiz 300 ga bo'ladi 60 million rubl. Tabriklayman, yuqori iste'mol darajangiz erkinligingizni qabrgacha surdi. Bu summani siz hech qachon yigolmaysiz. Va mana shu yerda asosiy paradoks ochiladi. 40 ming rubl bilan baxtli yashay oladigan odam 300 ming topadigan odamdan tezroq erkin bo'ladi. Boy, ko'p topadigan emas. Boy, kam narsaga muhtoj bo'lgan. Bu hayot tarzi inflyatsiyasi yoki gedonistik adaptatsiya deb ataladi. Bu sizning eng katta dushmaningiz, hatto Markaziy bank inflyatsiyasidan ham xavfli. Bonus olgan zahoti miyangiz baqiradi. Biz shu xohlaymiz. Biz biznes klass taksiga loyiqmiz. Siz qulaylik rejasini oshirasiz va orqaga qaytish jismonan og'riqli bo'lib qoladi. Siz o'zingiz bo'yningizga ilmoq tashlayapsiz. Har bir xarajat oshishi bilan erkinlik raqamingiz geometrik oshadi. Siz pastga tushayotgan eskalatorda yuguryapsiz. Daromad oshadi, lekin marraning o'zi uzoqlashadi. Xo'sh, nima qilish kerak? Yerto'lada yashab daraxt poslogini yeyishmi? Yo'q. Men rohibona asketizmga chaqirmayman. Men sovuq hisob-kitobga chaqiraman. Xarajatlaringizga qarang. Qaysilari haqiqiy ehtiyoj, qaysilari esa qalbdagi bo'shliqni to'ldirishga urinish. Agar oylik majburiy xarajatlaringizni 5 mingga kamaytirsangiz, sizga 1,5 million kam yegish kerak bo'ladi. Bitta ahmoq odatdan voz kechish pensiyangizni yillarga yaqinlashtiradi. Bu matematika. U rahm qilmaydi. Endi aniq reja.
Oddiy maosh bilan erkinlik mashinasini qanday yegish mumkin? Bir qadam. Haqiqiy yashash minimumingizni toping. Hashamat emas, balki toq, kiyimli va xavfsiz holat. Masalan, 30 ming rubl. 300 ga ko'paytiring, 9 million. Endi 15 ham emas, 60 ham emas. 9 million real. 2 qadam. Agressiv jamgarish. Bu summadan ortiq bo'lgan hamma narsa aktivlarga. Inflyatsiya yeb yuboradigan depozitga emas, balki aksiyalar, obligatsiyalar, ko'chmas mulk fondlariga, pul oqimi beradigan narsalarga. 1 million oyga taxminan 10 yoki 12 ming rubl passiv daromad olib keladi. Bu kommunal to'lovlarni yopadi. Siz tizimdan kvartirangizni qaytarib oldingiz. 2 million ovqat. 3-si transport. Siz erkinligingizni gishtma-gisht yeyapsiz. Bu oyinga aylanadi. Yangi iPhone o'rniga siz dividend aksiyalar orqali butun umrga bepul internet sotib olasiz. Bu kiyim-kechak xarididan ham kuchliroq dopamin beradi. Siz hayotingizni ish beruvchidan qayta sotib olyapsiz. Ba'zilar aytadi, mushuk hayot bitdi. Hozir rohatlanish kerak. Ertaga olib qolsamchi. Bu kambag'allarning sevimli bahonasi. Statistika qattiq. Ehtimol siz ertaga olmaysiz. 60, 70, hattoki 80 yoshgacha yashaysiz. Savol, qanday yashaysiz? Ijtimoiy nafaqa navbatida turib, hukumatni sokibmi? Yoki dala hovlingizda o'tirib, kapitalingiz siz uchun ishlayotganini bilibmi? Hozir rohatlanish kelajakdan kredit olishdir. Bu kreditning foizi esa qarilikdagi qashshoqlik. Meni to'g'ri tushuning, men qulaylikka qarshi emasman, men qullikka qarshiman. Yomon ko'rgan ishingizga borish uchun sizni o'sha ishga olib boradigan mashinani to'lash, bu klinika. Bu telbalik aylanasidir. Uni uzing. Sen bunga loyiqsan deb shivirlovchi marketologlarni tinglamang. Siz yangi tosterga emas, erkinlikka loyiqsiz. Kichikdan boshlang. Oz raqamingizni hisoblang, chiqarib muzlatgichga yopishtiring. Har safar qo'lingiz tashqarida qahva yoki pitsa buyurtma qilishga cho'zilganda shu raqamga qarang. O'zingizdan so'rang, bu pitsa meni erkinlikka yaqinlashtiryaptimi yoki uzoqlashtiryaptimi? Bu xasislik emas. Bu asirlikdan qochishga tayyorlanayotgan general strategiyasidir. Agar bugundan daromad va xarajat o'rtasidagi farqni jamgarib investitsiya qilsangiz, vaqt siz uchun hamma og'ir ishni qiladi. Murakkab foiz Einstein aytganidek 8-mo'jiza. Lekin u faqat kutishni biladiganlar uchun ishlaydi. Merosni kutmang, lotereyani kutmang. Bu bo'lmaydi. Togoningizni o'zingiz quring. Shohma-shoh rubldan rublga. Va bir kuni shunday tong otadiki, kapitalingiz foizlari maoshingizdan oshib ketadi. O'sha kuni siz budilnikni abadiy ochirasiz va bu hayotni yutganingizni tushunasiz. Men bosh va'dalar bermayman. Men yo'lni ko'rsataman. Telegram kanalimda o'z yo'limni ko'rsataman. Qaysi aktivlarni olayotganimni, bozorni qanday tahlil qilishimni va axborot shovqinida qanday aqldan ozmaslikni. U yerda olsot signallari yo'q, u yerda kapital falsafasi bor. Havola tavsifda. Agar bu video miyangizni joyiga qo'ygan bo'lsa, like bosing va qarzga botgan do'stingizga yuboring. Balki uning hayotini saqlab qolar. Siz bilan invest mushuk edi. Vaqtni buyumlardan ustun qo'ying. Yaqinda ko'rishguncha.